Bu reelsni turmushga chiquvchi qizlar albatta oxirigacha ko'rsin. Turmushga chiquvchi qizlar ushbu lotereyaning muddati va xavf-xatarini onalari singari juda yaxshi bilishadi. Odatda to'yda erkaklar o'ynab kulishayotgan bir vaqtda mana ayollar nima uchun yig'lashadi? Erkaklar hech narsani xatarga qo'ymayotgandek tuyuladi. Ayollar esa ularni kutayotgan xatar naqadar ulkanligini anglab yetadi. Qizlar, Honoré de Balzac bu muammoni 1839-yilda yozgan. Salkam 2 asrlik qizlar dardi 2025-yilda ham dolzarb. Bu asar Beatriz deb nomlanadi. Ilohiy komediya asaridagi Beatriz obrazini boshqa rakursdan ochib bergan. Ya'ni muhabbat ramzi sifatida emas, aksincha mag'rur va o'zini sevadigan ayollar oxirida qanday yolg'iz qolish haqida yozgan. Bu asar sevgi uchburchagi haqida. Bu asar bosh qahramoni Beatriz. Uni Kalist ismli juda ko'rkam yigit yaxshi ko'rib qoladi. Uni ko'rganda bilasizmi, uning xayolidan nima o'tadi? Navbatdagi o'ljam qo'lga tushdi deydi. Ya'ni u chiroyli yigitlarni ko'rganida, yigitlar unga sevgi izhor qilganida yoki ular tomonidan boshqacha bir tuyg'u borligini his qilganida ko'zlariga qarab turib, bu ham qop-qoramga tushdi deydi. Beatriz mana shunday qahramon. Va oxirida bilasizmi nima bo'ladi? Kalist kim bilan qoladi? Beatriz bilanmi yoki uni sevuvchi Felisita bilanmi? Hozir ham hayotimizda Beatrizlar ko'p-ku, to'g'rimi? Aytgancha, asarni Yangi asr avlod nashriyatidan xarid qilishingiz mumkin.